Sayın dostlar, men bugun anamning ruxsatimen tatti pechene jasayman. Ketdik endi she'r. Bo'lishimizga keragi un, sarmay, şeker, yumurta, kakao, siyig'may, ko'ksitqich. Eng birinchi yerib turgan sarmaymen shekerda aralashtiramiz. Yaxshilab aralashtirdik. Endi bosining ustiga suyuq mayamizni qo'yamiz. Bir yumurtamizni solamiz. Sonra yarım qoshiq ko'ksitqich solamiz. Endi kakao solamiz. Un solamiz. Endi xamir ilaymiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi o'sini paketimizga solib 20 minut to'ng'izga solamiz. Xamirimizni jayib, peshenening formasini chiqaramiz. Endi o'sha pechenyemizda 180 gradusda 20 minutda pishiramiz. Miniki shokoladli pechenyemiz tayyor bo'ldi. O'ta damdama chiqdi. Mening unimni singillarime onadi. Do'stlar, sizga de o'slar jasab ko'ringlar. Sog' bo'linglar.